alaykum aziz teletomoshabinlar, efirda Minbar dasturi. Xabaringiz bor, 26-dekabr sanasida prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasi taqdim etildi va ushbu murojaatnoma global beqarorlik, texnologik o'zgarishlar va jahon iqtisodiyoti transformatsiyasi sharoitida davlat rivojlanishining eng muhim yo'nalishlarini belgilab bergan dasturiy bir hujjat bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Murojaatnomaning asosiy g'oyasi esa inson va uning salohiyatiga ustuvorlik berish hisoblanadi. Prezidentimiz ta'kidlaydiki, iqtisodiy o'sish, kambag'allikni kamaytirish, aholi farovonligini oshirish, fuqarolarning bilim, ko'nikma va kasbiy harakatchanligiga sarmoya kiritmasdan umuman imkonsiz. Azizlar, bugungi suhbatimizni aynan mana shu murojaatnomadan kelib chiqib, 2026-yilda belgilangan ustuvor vazifalar amalga oshirilishi lozim bo'lgan islohotlarga to'xtalib o'tamiz va studiyamizga soha mutaxassislarini, ekspertlarni taklif etganmiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Avvalo, dastlabki savol shundan iborat bo'ladiki, 2026-yilda oldimizga qo'yilgan vazifalar nimadan iborat? Aynan mana shu murojaatnomadan kelib chiqqan holda. Bundan bir necha kun oldin O'zbekiston Respublikasining prezidenti O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va xalqimizga murojaat yo'lladilar. Murojaatda albatta mana shu 9 yil davomida 2017-yildan hozirgacha amalga oshirilgan tizimli islohotlarni tahlil qilib, natija va samaraga erishilganligi va katta yutuqlarga erishish orqali katta marralarni belgilashimiz lozimligi ta'kidlab o'tdilar. O'zbekiston Respublikasi prezidenti murojaatnomada kirib kelayotgan shu 2026-yilni respublikamizda mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb nomlashni tavsiya etdilar va 2026-yilda mana shu nomdagi yilni keng qamrovli dasturni qabul qilishligi va dasturda amalga oshirishi lozim bo'lgan 6 ta ustuvor yo'nalishlarni belgilab berdilar. Mana shu 6 ta ustuvor yo'nalishni eng muhim jihatlari shundan iborat bo'ladiki, 2026-yil davomida mana shu xalqimiz bilan hamjihat bo'lib, mahallani rivojlantirish orqali barcha fuqarolarning birdamligini, hamkorligini jipslashgan holatda davlat organlari bilan birgalikda xalqimizni farovonligiga erishish, davlatimizni ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy, ma'rifiy jihatdan yanada rivojlantirish, davlatimizni xalqaro miqyosdagi obro'yini, reytingini yanada ko'tarish orqali islohotlarni amalga oshirish va bu islohotlar har bir fuqaroni, har bir mahallani, har bir korxona tashkilotni o'zini hayotida his etishiga qaratilganligi ko'rsatib o'tildi. Men alohida bir ta'kidlab o'tmoqchiman. 6-ustuvor yo'nalishlardan bittasi bu davlat organlarining faoliyatini yanada rivojlantirish, sud huquq islohotlarini yanada shu sohada erkinlashtirish bilan bog'liq masalalarga to'xtalgan. Shu yerda yurtboshimiz murojaatnomada alohida ta'kidlab o'tdilar. 2023-yil 30-aprelda O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi yangi tahrida qabul qilindi va shu konstitutsiyada mahalliy kengashlarga raislik qiluvchilari endi hokimlar raislik qilmaydi, balki mahalliy kengashlar, Toshkent shahri, viloyatlar xalq deputatlari kengashlari, tuman shahar xalq deputatlari kengashlari deputatlarning orasidan o'zlariga rais saylaydi. Hokimlar endi shu viloyat yoki Toshkent shahri yoki tuman shahar ijro etuvchi organ hisoblangan hokimiyatga hokimlik qiladilar. Bu esa juda ham katta ahamiyatga ega. Mana 2025-yil davomida Toshkent shahrida va boshqa barcha viloyatlarimizda mahalliy kengashlarga bevosita deputatlarni o'zi raislik etdilar. Hokimlar esa bevosita ijro etuvchi organni amalga oshirdilar. Bu esa o'z navbatida hokimiyatning bo'linishi, tom ma'nodagi xalqning vakillik organlarini nafaqat respublika miqyosida, balki viloyat miqyosida ham, tuman shahar miqyosida ham amalga oshirish imkonini beradi. Mana 2026-yilda qonunchiligimizga kiritilgan o'zgarishlar natijasida 2026-yil 1-yanvardan boshlab 208 ta barcha tuman va shaharlardagi xalq deputatlari kengashlariga ham raislikni bevosita deputatlar orasidan saylab olingan rais rahbarlik qiladi. Hokimlar esa kengashlarga raislikni amalga oshirmaydi. Bu esa tom ma'noda respublikamizda mana shu xalq vakillik organlarini, mahalliy kengashlarga raislikni deputatlar tomonidan amalga oshirilishi, tom ma'nodagi hokimiyatlarning bo'linishi amalga oshirilishi va o'z navbatida mahalliy miqyosdagi islohotlarimizni yanada rivojlantirishga, mahalliy miqyosdagi qarorlarni qabul qilishda va bu qarorlarni tegishli mahalliy ijro etuvchi organlar tomonidan samarali va sifatli
ijro etilishini nazorat qilish imkonini beradi. Albatta, hozir siz ta'kidlab o'tgan mana bu qadam, ya'ni islohot 2026-yil 1-yanvardan boshlab tuman hokimlari va mahalliy kengash raislarining vakolatlarining ajratilishi va xuddi mana shu jarayonda hozir tuman kengashiga saylangan bir deputatimiz borlar. Marhamat, Sobir aka, sizdan fikrlar eshitaylik mana shu borasida. Darhaqiqat bugun mamlakatimizda juda muhim tarixiy voqea bo'lmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Sababi shu bevosita muhtaram prezident tomonidan qabul qilingan konsepsiyada bugun qadamma-qadam o'zini ijrosini ijro etib kelmoqda. Kuni kecha bo'lib o'tgan yig'ilishda ham mana hamkasbimiz ta'kidlab o'tganlaridek, bu keyingi bosqich yanvar oyidan boshlab shu mahalliy kengashlardagi raislari, hokimlar emas, deputatlar orasidan saylanishi ko'zda tutilgan edi. Bu jarayon boshlandi, 1-yanvardan o'z faoliyatini boshlaydi. Birgina misol tariqasida men aytmoqchimanki, men Sergeli tumanidan saylangan bo'lsam, Sergeli tumanida 46 ta mahallada 230 mingdan ziyodroq aholi yashaydi. Endi bu aholilarning bevosita bu tumanda qabul qilinadigan har bir me'yoriy hujjat deputatga, kengashga juda mas'uliyat yuklaydi. Ya'ni mustaqil qaror qabul qiladi, ularning ijrosi va muammolarni o'rganadi. Bevosita shu to xalq oldida, ya'ni saylovchilar oldida mana shu masalalarni ijobiy hal qilinib, o'sha tumanning har tomonlama yuksalishiga, jamiyatimizning yuksalishiga, mahallani yana rivojlantirishiga bevosita xizmat qiladi deb o'ylayman. Endi albatta hozir bu islohotlar har bir tumanga, har bir mahallaga, har bir xonadonga kirib borishi uchun aynan mana shu islohot o'z vaqtida kerak edi. Lekin yana bir jihatga e'tibor qaratish kerak. Aynan murojaatnomaning siyosiy ahamiyati nimadan iborat? Bu juda ham katta savol. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda hamda biz o'zimizning kuzatuvlarimiz, tahlillarimiz asosida shuni aytamizki, hozirgi o'sha davlatimiz rahbari tomonidan keng jamoatchilikka taqdim etilgan konsepsiya yoki shu keyingi yil uchun strategik harakatlar bu muhim siyosiy qarorga olib keladigan hujjat hisoblanadi. Aslida bu dunyo tajribasida ham, o'zimizda ham keyingi paytda shakllanib borayotgan demokratik qadriyatning aniq namoyon bo'lishi. Chunki davlat rahbari o'zining vakolatidan va o'zining o'sha oldidagi qo'ygan fikrlardan kelib chiqib xalq bilan muloqot qilyapti. Ularga shu keyingi yil davomida nimalar qilishimiz kerak, bunda qanday resurslarimiz bor, biz nimalarga asoslanamiz va keyingi yilga shu bilan amalga oshirsak nimalarga olib kelishini aniq, ochiq, oydin yetkazilyapti. Mana bizning kuzatuvlarimiz shuni ko'rsatyaptiki, bu avvalambor xalqqa yo'naltirilgan ekan, qani xalq orasida qanday? Mana shu deylik, mana bugungi kunda mamlakatimizda xorijiy mamlakatlar o'qib kelgan yoshlar juda ko'p. O'zimizda ham katta olimlar bor, professorlar bor, tadbirkorlar ko'paygan. Bular hammasi diqqat bilan kuzatayotganini biz ko'rdik. Bizning so'rovlarimiz ham shuni ko'rsatadiki, nima sizni qiziqtiryapti desa, meni rahbarim, davlatimiz rahbari bizni kelajagimiz uchun planlarni, rejalarni, resurslarni va qanday amalga oshirishni aniq ko'rsatib beryapti. Boshqacha aytadigan bo'lsak, bu demak davlatimiz rahbari tomonidan o'sha parlament oldida, deputatlar oldida bunday chiqishi va ikki tomonlama muloqot ham kuzatiladi bu yerda. Demak, bu shuni ko'rsatadiki, o'sha deylik bizning xalqimizning avvalambor yuksak o'sha siyosiy madaniyatga qarab borayotganligini ko'rsatadi va siyosiy ishtirokning ortganligini ko'rsatadi. Buni 5-6 yil oldin juda qiyin edi. Chunki ko'pchilik tortinib turardi, yo ko'pchilik sal nima deydi, o'zini chekka olib turardi, ya buni kattalar qilsin deb. Hozir shunday siyosiy madaniyat shakllandiki, bunga har bir kishi o'zining fikri bilan, o'zini qarashi bilan, o'zini faoliyati bilan ishtirok etishga harakat qiladi. Bu ikkinchi muhim bir siyosiy jihati, ham strategik ahamiyatga ega. Mana biz hozir dunyo mamlakatlarini ham o'rganamiz, ko'rsak u yerda mana shu davlat rahbarlariga, hokimiyat tuzilmalari qilgan qarorga e'tibor pasayib boryapti. Hatto Yevropa davlatlari shu uchun saylovga ishtirok etish senzini ham tushirib qo'ydi. Bir paytlar bizni tanqid qilishgan. Nega sizlarga hamma qatnashadi deb. Mana shu jihatdan olib qaraydigan bo'lsa ham bizga siyosiy ishtirokning, ayniqsa ularning orasida yoshlarning va ayollarning qiziqishi va munosabat bildirishi bizda o'ziga xos siyosiy madaniyat shakllanayotganligini yoki boshqacha prezidentimiz kecha aytganlaridek o'sha demokratik muhitning
shakllanganligi va buni shakllantirishga avvalambor davlatning yordam berayotgani va ikkinchi tomondan shu yerda ishtirok etayotgan subyektlar bor, siyosiy partiyalar, ziyolilar, hamma ishtirok etib bo'lyapti. Bu demak aytish kerakki, dunyo hozir o'ziga xos bir chigallashib borayotgan davrda raqobatbardosh davlat kerak. Boshqalar oldidan biz kaman bo'lmasligimiz kerak. Ikkinchidan, raqobatbardosh bo'lish uchun biz kirib boryapmiz. Hozir shunga kirdik, dunyo siyosatining subyektiga aylandik. Demak, bizning fuqarolarimiz ham raqobatbardosh bo'lishi kerak. O'zini kelajagi uchun, davlati uchun kurashish kerak. Prezidentimiz murojaatnomasida iqtisodiy raqamlar, shu darajada bir raqamlar aytildiki, to'g'risini aytsak, undan bittasini misol keltiraylik. Masalan, O'zbekiston 2030 strategiyasida 2030-yilgacha yalpi ichki mahsulotni 160 milliard dollargacha yetkazish. Vaholanki 2025-yilning o'zidagi natijamiz 145 milliard ekanligi va 2026-yilning o'zida o'sha 2030-yilgacha qo'yilgan marra bajarilishini. Bu juda katta iqtisodiy o'sish hisoblanadi. Bu bittagina dalil xolos. Lekin aynan murojaatnomadan kelib chiqadigan bo'lsak, Bobur aka, aynan qaysi iqtisodiy ko'rsatkichlar haqida siz gapira olasiz? Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyevning o'zbek xalqiga va Oliy Majlisiga murojaatnomasi yangi islohotlardagi yana bir o'ziga xos yangi davrni boshlab berdi. Hozir to'g'ri ta'kidladingiz, murojaatnomaning tarkibida iqtisodiy masalalar juda ko'p, jumladan o'sha 6 ta ustuvor yo'nalishni ham aksariyati bevosita iqtisodiy masalalar, iqtisodiy, ijtimoiy masalalar orqali xalqimiz farovonligini oshirishga qaratilgan. Darhaqiqat, mana 2025-yilda O'zbekiston iqtisodiyoti hajmi yalpi ichki mahsulot 145 milliard AQSh dollaridan oshdi va keyingi 2026-yilda esa iqtisodiy o'sishimiz 6,6% ga o'sishi va 167 milliard AQSh dollariga yetishi prognoz qilinmoqda. Hattoki qo'yilgan marradan ham ortib ketadi. Vaholanki biz O'zbekiston 2030 strategiyasi bu maqsadni 2030-yilga deb qo'yilgan edi va 2026-yilning o'zida 167 milliard dollarlik marraga yetyapmiz va keyingi 5 yillikda, ya'ni 2030-yilgacha esa iqtisodiyot hajmini 240 milliard AQSh dollariga yetkazish bo'yicha vazifalar belgilandi. Endi buning tagida nima yotibdi? Buning tagida avvalambor barcha islohotlar quyi bo'g'in, ya'ni mahalla darajasidan boshlanganida yotibdi. Chunki ustuvor yo'nalishlarimizni aynan birinchi ustuvor yo'nalish bu mahalla infratuzilmasini rivojlantirish. Mahalla infratuzilmasini rivojlantirish orqali esa ikkinchi ustuvor yo'nalish bu jamiyatni iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirishda innovatsion va texnologik o'sish modeliga o'tishni taklif qildilar. Va shu qatorda uchinchi yo'nalishimiz esa ichki bozor talabini oshirish. Ya'ni aholiga uy-joy qurilishi uchun, binolar qurilishi uchun kreditlar, subsidiyalar taqdim etish orqali ichki bozordagi iste'mol talabini oshirish. Va keyingi yo'nalishlarimiz esa yangi mehnat bozori arxitekturasini shakllantirish, ekologik muvozanat, yashil energetika va suv bilan bog'liq bo'lgan masalalar o'rin oldi. Va shu jihatda men iqtisodiy jihatiga alohida e'tiborni qaratmoqchiman. Jumladan mana ustozlarimiz aytib o'tdilarki, mahalliy kengash deputatlarining imkoniyatlari kengayib boryapti. Boshqacha aytganda, hududiy boshqaruvda ham nomarkazlashtirish, ya'ni barcha qaror, farmonlar bir markazdan boshqarish emas, shu hududlarda markazlashtirishdan chiqarish orqali hududlarni o'ziga, viloyat, tuman, mahalliy kengashlarga keng imkoniyatlar berilmoqda. Hokimlik vakillariga qo'shimcha vakolatlar berilmoqda. Jumladan bir raqamni aytaman, 2026-yildan boshlab 500 milliard so'm deputatlarga ajratilyaptiki va har bir deputatga raqamlarga murojaat qiladigan bo'lsak 3,3 milliard so'mdan demak mablag' ajratilyapti va bu mablag'ga qo'shimcha ravishda agar hududlarda yashil hudud, yashil bog' yaratish bo'yicha dasturlar ilgari suriladigan bo'lsa, yana qo'shimcha ravishda 330 million so'mdan pul mablag'lari ajratilyapti. Ya'ni boshqacha aytganda, endi deputatlarimizni vakolatlari, imkoniyatlariga qo'shimcha moliyaviy instrument imkoniyati qo'shildi. Qarangki, ya'ni o'sha open budjet biz bilamiz, tashabbusli budjet loyihasida
aholimizni o'zi, yurtdoshlarimizni o'zi joylardagi muammolarni olib chiqib, eng muhim muammolarni ajratib, mana shunga davlat budjeti mablag'larini jalb qilish bo'yicha o'zining tashabbusini bildirayotdi. Lekin ba'zi holatlar bo'ladi, shu tashabbusli budjet loyihasida qolib ketgan loyihalar bo'ladi. Mana shu endi muhim bo'lgan dolzarb, o'sha mahalla uchun, o'sha hudud uchun muhim bo'lgan muammolar, bu poliklinikalar bo'lishi mumkin, bu maktabgacha ta'lim muassasalari, yo'llar, ko'priklar qurilishi bo'lishi mumkin. Mana bunaqangi o'sha moliyalashtirish talab qilinadigan loyihalarni ana endi deputatlarimiz olib chiqyapti. Endi mana o'sha bu ham infratuzilmadan tortib, masalan, sog'liqni saqlash, ta'lim bo'lsin, barchasini deputatlar orqali muammolarni hal qilish mumkin. imkoniyat yaratilyapti. O'zi aslida hozirgacha ham mumkin edi, lekin moliyaviy instrument bunga yanada kengroq imkoniyat yaratyapti. Yana bir masalani, ya'ni soliq bo'yicha yangi bir o'zgarishni aytmoqchiman. Ya'ni endilikda qo'shilgan qiymat solig'ining 5% Toshkent shahri va 20% viloyatlar budjetlarida qoldiradi va ularning qolgan yarmi esa tuman budjetlariga ajratiladi va bu ham bo'lsa aynan hududlarda, joylarda mahalla, tuman, mahalliy kengash bilan birgalikda qo'shimcha pul mablag'lari yaratiladi va shu bilan birga hokimliklarda bir-birini takrorlovchi samarasiz shtat birliklarini optimallashtirish hisobiga yana qo'shimcha ravishda tumanlarda 5 trillion so'm qo'shimcha manba hosil bo'lyapti. Bu ham bo'lsa, avvalambor butun islohotlarimizni aynan eng pastki bo'g'in, ya'ni bevosita mahallalarda, bog'chalarda, maktablarda har kuni biz istiqomat qiladigan, yuradigan yo'llarni obodonlashtirishga ajratiladi. Bu ham bo'lsa, faqat va faqat o'sha yurtdoshlarimizni farovonligini oshirishga, dasturxonini yanada ko'rkam bo'lishiga olib keladi deb hisoblaymiz. Hurmatli prezidentimizning murojaatnomasidagi o'sha bildirgan juda katta raqamlar, bu juda bizni o'sha orzumiz bo'lgan. Xalqimiz bir necha yillar davomida mana shunaqangi bir rivojlanishni, ko'rsatkichlarni, tadbirkorlik sohasida, jamiyatning hamma sohalarida bir yangilanishni kutayotgan edi va bu raqamlarga biz mana islohotlarimiz to'g'ri yo'ldan ketganligi uchun biz natijalarni ko'ryapmiz. Endi aynan davlat boshqaruvi, aynan mahalliy kengashlar, mahalliy hokimliklar tizimidagi islohotlar ham bugun bo'lib qolgani yo'q. Mana biz 2026-yil 1-yanvardan boshlab 208 ta tuman shaharda aynan mahalliy kengashni raislari alohida faoliyat ko'rsatishi va umuman o'sha hokimlar bilan u yerda o'sha hokimiyatlar bo'linishi va o'zaro tiyib turish kabi o'sha konstitutsiyaviy prinsiplar ishlashini biz aytadigan bo'lsak, mana shu islohot uchun ham juda uzoq vaqt tayyorgarlik ko'rindi. O'sha 2017-yildagi ma'muriy islohotlar doirasidagi, o'sha konsepsiyasi doirasidagi islohotlar mana 2023-yilda xabaringiz bor. Biz yangi tahrirdagi konstitutsiyamizda ilk marotaba o'sha kengash vakolatlari alohida ekanligi, hokim vakolatlari alohida ekanligi va kengashlarga deputatlar ichidan saylanadigan kengash raisi rahbarlik qilish bilan bog'liq muhim konstitutsiyaviy norma belgilangan edi va mana 2025-yilda biz viloyatlar va Toshkent shaharida buni amaliy natijasini ko'rgan bo'lsak, kelgusi yilimizdan boshlab demak biz o'sha 208 ta tumanlarimizda, mana shu kecha kunduzlarda, mana kechani o'zida 154 ta tuman shaharlarimizda, bugun 54 ta tuman shaharlarda sessiyalar bo'lib o'tyapti va kengash raislari saylanmoqda. Men aytmoqchi bo'lgan asosiy jihat shundan iboratki, mahalliy kengashlarga mana juda katta vakolatlar berildi. Mana o'tgan yilgi prezidentimizning farmoni bilan PF28 bilan, PF98 bilan alohida vakolatlar berilyapti va bu vakolatlarni o'zi bu nomiga rasmiyatchilik uchun emas, endi mahalliy o'sha kengashlarimizda ham juda katta mas'uliyat paydo bo'ladi, javobgarlik paydo bo'ladi. Mana Bobur aka bekorga raqamlarni keltirmadi. O'sha 5 trilliondan ortiq mablag'lar bu o'sha vakolatlarni moliyalashtirish uchun sarflanadi. O'sha mahalla darajasidagi, o'sha tuman darajasidagi loyihalarni moliyalashtirishga. Shu bilan birgalikda bu kelgusida 2030-yilgacha mahalliy kengashlarni vakolatlar yana ham kengayadi. Shu bilan birgalikda ularni salohiyatini oshirish, har bitta o'sha kengash deputatidan juda katta mas'uliyat, tashabbuskorlik talab etadi. Albatta, Senat tomonidan shu paytgacha o'tgan vaqt davomida 30 ga yaqin nizomlar tasdiqlanib, viloyatlar darajasida sinab ko'rilgan. Natijalar qanday va oldindagi rejalar yana nimalardan iborat? Mana shu davrada haqiqatda bizni kechagi prezidentimizning murojaatlarini ta'sirida hali ham yuribmiz va albatta aytish kerak, bu haqiqatdan ham xalqimiz juda ham intiqib kutgan murojaat bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi va ayni bizni mana shu mahalliy kengashlar bilan
mahalliy vakillik organlar bilan ishlash jarayoni bo'yicha ham hurmatli yurtboshimiz alohida ta'kidlab o'tdilar va shuni aytish kerakki, haqiqatdan ham bizni islohotlarimizni davomiyligini biz ko'rib turibmiz. Mahalliy kengashlarni rivojlantirishda, mahalliy kengashlarimizni obro'sini yanada ham ko'tarishda va ularni kuchaytirishda mana Senatni yangilangan konstitutsiyamizda ham albatta mutlaq vakolati bor va asosiy vakolatlarimizdan biridir. Va shuni aytish kerakki, shu bois Senatimizda mahalliy kengashlarda ko'maklashish maxsus komissiyamiz tuzilgan. Men ham mana shu komissiya raisining o'rinbosariman. Komissiya a'zolarimiz tomonidan juda ko'p ishlar joylarga chiqib, chunki biz ham mahalliy vakillik organlaridan saylangan senatorlarmiz. Juda ko'p ishlar birga amalga oshiryapmiz va shuni aytish kerakki, maxsus senatimizda ham aynan mana shu mahalliy kengashlarning faoliyatini o'rganish, ularni tahlil qilish, ularga metodologik yordam berish masalalarida markazimiz tuzilgan. Va shuni aytish kerakki, mana shu biz ko'rsatib turibmizki, haqiqatda islohotlarimizni davomiyligi o'sha mahalliy kengashlarga hokimiyatlardan olgan vakolatlari 32 dan oshgan bo'lsa, hozir mana mahalliy kengash deputatlarimizni mana biz joylarga borib, juda ham hududlarda yurib, biz mahalliy kengash deputatlar faoliyatini o'rganayotgan bo'lsak, haqiqatdan ham xalqimiz mahalliy kengash deputatlariga o'zlari kelyapti. Birgalikda o'sha yerdagi masalalarni hal qilishga harakat qilishyapti. Va bizni mana shu komissiyamiz va markazimiz tomonidan juda ko'plab Senat tomonidan 30 dan ortiq qarorlar qabul qilinganligi, mana shu mahalliy kengashlarga ularni komissiyalari ishlashi uchun 26 dan oshiq bularni nizomlari tashkil qilganligimiz. Shuni aytish kerakki, alohida metodik tavsiyalar bularga berilganligi, bu juda ham katta nima deydi, ularga ko'mak bo'lganligini ko'rsatib turibdi. Shu bilan birgalikda mahalliy kengashlar mana bu yerda deputatlarimiz qatnashyapti. Hattoki hududlararo tajriba almashish masalalari ham qo'yilgan. Biz shuni aytish kerakki, Senatimizga yalpi majlislarda ham albatta mahalliy kengash deputatlari hammasi faol qatnashib turishadi. Ham bizni markaziy studiyamizda ham qatnashadi, markaziy yig'ilishimizda ham hududlararo o'sha onlayn orqali kengash deputatlarimiz ham mahalliy kengash deputatlar o'zlarining fikrlarini ham u yoki bu qonunni muhokama qilayotganimizda, qaror qabul qilayotganimizda faol ishtirok etishib kelyapti. Bu ham juda ham yangi tajribalar, albatta buni aytish kerakki, va bu borada mahalliy kengashlarga tushib, bular bilan birgalikda sessiyalarda qatnashish, sessiyalarda demak qabul qilayotgan har bir masalani muhokamasida albatta bular ham biz aytdikki, kuchli kengash, hisobdor, tashabbuskor, hokim. Albatta hokimlar mana hozir kengashlarda hisobotlarni berayotganligini kuzatib turibmiz. Ayniqsa byudjetni muhokama qilayotganda har bir mana shu mahalliy kengashda 6 ta komissiyasi bo'lsa, mana shu komissiyalar har bir qabul qilayotgan qarorda puxta pishiq bu byudjet bo'ladimi yoki bu ta'lim sohasiga bo'ladimi yoki bu ijtimoiy masalalarga bog'liq bo'ladimi? Bularni hammasini komissiyalar oldin muhokama qilib, keyin mana shu o'zlarini sessiyalarga olib chiqishga muvaffaq bo'lishyapti. Bu nimadan dalil? Demak, bu har bir qabul qilayotgan qarorimiz, qabul qilayotgan qonunimiz muhokamasi jarayonida demak xalqning vakillari faol ishtirok etayotgan. Chunki bular xalqning ovozi nomidan bular ishtirok etayotganlarini ko'rib turibmiz. Va shuni aytish kerakki, albatta bu yaqinda o'tgan yili qabul qilgan prezidentimizning farmonlari ham, bu qabul qilingan konsepsiyamiz ham, yo'nalishlari ham, albatta biz qabul qilgan bu borada yo'l xaritalari ham juda ham mahalliy kengashlarimizga juda ham katta ko'mak, juda ham katta yordam bo'layotganligini hammamiz ko'rib turibmiz. Nomarkazlashtirish davom etyapti, tajribaga ega bo'ldik. Mana 14 ta hudud, mana mahalliy demak viloyatlar, Toshkent shahar, bular hammasida mana shu masala juda yaxshi o'tdi va biz bunga tayyorgarlik ko'rayotgan jarayonda albatta namunaviy tumanlarni ham belgilab oldik. Har bir viloyatda 208 ta shahar tumanda bittadan namunaviy kengash. Mana shu namunaviy kengashlar ham o'zlari seminarlarda tashkil etib, demak qanday qilib biz mana shu bu yilgi hozirgi 1-yanvardan boshlab mana shu saylovlar bo'lyapti. Biz endi ajralamiz va endi mana shu ishlarni biz davom etamiz. Demak, kengash alohida o'zlarini deputatlardan saylab olishyapti va hokimlar endi hisobdor, tashabbuskor hokimlar bo'lyapti va albatta hamma narsa bu nimani aytish kerakki, islohotlarimiz va demokratiyamiz bizniki shundaki, bu xalqimiz bilan, mahalliy kengashlar bilan chambarchas
prezidentimiz mana murojaat etgandek bitta vazifani bajaryapmiz. Biz hammamiz mana shu vazifani birgalikda bajarishimiz kerak. Demak, mana shu kengashlar, hokimliklar birgalikda oldimizda qo'ygan vazifani bajarishda men o'ylaymanki, mana 26-yilda juda ham yana yaxshi natijalarga erishishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, bu o'rinda yana bir jihatga e'tibor qaratish kerak. Fikrlaringizdan kelib chiqib, albatta davlat rahbaridan tortib oddiy mahalliy hokimiyat rahbarigacha yoki bir xodimigacha bo'lgan bir katta bir mexanizm desak, har bir inson mana shu mexanizmning bir bo'lagi deb hisoblaydigan bo'lsak, agar uning bitta muruvvati ishlamaganda ham u mexanizm buzilishi tabiiy, bu aniq. Va bugungi kunda uni yanada faollashtirish uchun, yanada samarali qilish uchun raqamli texnologiyalarga murojaat qilish, raqamlashtirish, albatta osonlashtirish bu muhim hisoblanadi. Shunday emasmi? Darhaqiqat yuqorida ta'kidlab o'tilgan fikrlar o'z tasdiqini mana shu mahalliy kengashlar faoliyatini yanada rivojlantirishda, raqamlashtirish borasida ham o'z aksini topib kelmoqda. Xususan, xalq deputatlari mahalliy kengashlar faoliyatini, qarorlarini, ular tomonidan olib borilayotgan faoliyatni shaffof tarzda hammaga ochiq holatda yetkazish bo'yicha kengash.gov.uz domeni asosida e-kengash elektron tizimi ishlab chiqilib, bugungi kunda o'z faoliyatini davom ettirib kelmoqda. Mahalliy kengashlar tomonidan asosan ko'zga ko'rinadigan hujjatlardan biri ularning qarori hisoblanadi. Bugungi kunda mazkur tizimda mahalliy kengashlar sessiyalar davomida ko'rib chiqilgan masalalar yuzasidan qabul qilinadigan qarorlar mazkur tizimda doimiy ravishda shaffof tarzda e'lon qilinib keladi. Markazimiz tomonidan ushbu jarayon amalga oshirilishi uchun tavsiyaviy ko'rsatmalar doim berib kelinadi. Ushbu tizimni yanada rivojlantirish uchun sohani mahalliy kengashlar deputatlari faoliyatini yanada rivojlantirish uchun raqamli texnologiyalar tomonidan berilayotgan takliflar yechim sifatida muntazam ravishda berilib kelinadi. Xususan, O'zbekistonda mahalliy davlat vakillik organlari faoliyatini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida sohani raqamlashtirish bo'yicha alohida yo'nalish ochilganligi, ushbu yo'nalishda bir qancha ishlar, chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilinib, shular o'z vaqtida reja asosida amalga oshirib kelinishi ham mana shu ishlarni bir o'z aksini topib kelmoqda. Xususan 2026-yilga mo'ljallangan raqamlashtirish faoliyatida mahalliy kengash deputatlari tomonidan qarorlar qabul qilishda, ularning faoliyatini yanada ochiqroq tarzda amalga oshirishda, ularning hujjatlarini imzolash bo'yicha bir qancha yangi zamonaviy texnologiyalardan, xususan MyID texnologiyalaridan va qarorlarni shakllantirishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan joriy qilinish ko'zda tutilgan. Hozirgacha hammamizga bu sir emas, mahalliy kengash deputatlari tomonidan deputat so'rovi yuborilardi. Deputat so'rovi shu paytgacha qog'oz tarzda yoki bo'lmasa qanaqadir elektron tizimlarda xat ko'rinishda yozilib, keyin mazkur bir tashkilotlarga yuborilib kelingan bo'lsa, endilikda mana shu e-kengash elektron tizimini kompleks tizim, ya'ni bitta tizimdan foydalangan holatda mahalliy kengash deputatlari bir qancha amalni amalga oshirishlari uchun chora-tadbirlar ishlab chiqilyaptiki, shu tizimdan foydalangan holda hozirgi kunda bir qancha tashkilotlarga mahalliy kengash deputatlari deputatlik so'rovini yuborish imkoniyati va shu yuborilgan so'rovni kuzatib borish imkoniyati yaratildi. Va yuzaga kelgan qandaydir muammo bo'ladimi, qandaydir jarayon bo'ladimi, bu osonlashadi va tezlashadi. Albatta. Xuddi shunaqa tizim tashkil qilinishi, umuman olganda o'zi sohaga raqamli texnologiyalarni joriy qilinishi inson omilini kamaytirib, ularga yordam berish uchun amalga oshiriladi. Tizimning ikkinchi bir qismi borki, u ham bo'lsa fuqarolarimizga mahalliy kengashlar, mahalliy kengash deputatlari faoliyati haqidagi ma'lumotlarni shaffof tarzda e'lon qilib borish. E-kengash platformasini asosiy oynasiga fuqarolarimiz tashrif buyurishi orqali deputatlarini o'zlari saylov okrugiga tegishli bo'lgan deputatlari haqida ma'lumotlar olishi va ularga murojaat yo'llashi yoki bo'lmasa ularning qabuliga yozilish imkoniyatlari yaratildi. Bu ham bo'lsa, amalga oshirilayotgan ishlar fuqarolar va mahalliy kengash deputatlari o'rtasida bo'ladigan muloqotni osonlashtirib, ular bilan birga o'zlarining fikrlarini almashish imkoniyatini yaratib berdi. Insoniyat tarixida ikki yo'l bor. Bu xalq va xalqni boshqaruvchi kuch. Xalqni boshqaruvchi kuch ham davlat, ham bugun Markaziy Osiyoda ibrat bo'lgan, andoza bo'lgan va faqat Markaziy Osiyoda emas, Yevropaga ham mahalla instituti, mahalla akademiyasi tashkil qilinishi va men o'ylaymanki, 2025-yil monitoring yili bo'ldi o'rtoqlar. Uni ochiq aytaylik. Xalq bizdan ochiq
argument fakt kutyapti. Nimaga murojaat qilindi? Nega muhtaram prezidentimiz hamisha aytdilarki, uyg'onaylik, uyg'onaylik, uyg'onaylik. Xalqni oldiga boraylik, dardini eshitaylik, muammosini eshitaylik. Shu uchun ham moddiyatni ko'tardilar. Xalqimizni dardini, hasratiga labbay deb javob bergan prezidentimizga minnatdorchilik bildirib aytishimiz kerakki, biz ham ularga yelka bo'lib, qanot bo'lib, aynan deputatlar xalqning vakolati bo'lib, 26-yilda 6 ta yo'nalishdagi barcha o'sha mexanizm indikatorlarga labbay deb javob berishimiz prezidentimizning niyati ana shundan iborat. Albatta. Raqamlarga qarasa 2025-yilning 11 oyida 3000 ga yaqin sessiya o'tkazilyapti. 3000 ga yaqin. 28 mingga yaqin masalalar hal qilinib, tegishli qarorlar qabul qilinyapti. Ya'ni bizning mahalliy kengashimiz o'sha mahalliy viloyat darajasida, tuman shahar darajasida juda muhim masalalarni ko'tarib, hal qilib, buning ichida o'sha qancha odamni kambag'allikdan chiqarishga yordam ko'rsatilgan, qancha mana fuqarolarning murojaatlari ko'rib hal qilingan, bevosita fuqarolarni qabul qilib, murojaatini tinglab, uni masalasini hal qilib berish deymizmi? Bu narsa o'sha Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, Senat va boshqa vakillik organlaridan tortib eng quyi darajadagi kengashlarimizgacha bu kundalik faoliyatimizga aylandi. Bu ham o'sha kengashlarning vakillik organlarini faollashayotganidan dalolat beradi. Kuni kechagina Toshkent shahar Yangi hayot tumani kengashining sessiyasida ishtirok etdim. Biz o'zimizni kengash raisimizni saylab oldik. Bu xalqni dardini aytadigan, xalqni aynan ichidagi qiynab turgan dolzarb muammoni ko'tarib chiqish vakolatlarini to'liq endi kengashlarga berildi. Hokimlardan olib kengashlarga berilganligi juda katta, xalqni ichidan ham katta bir quvonch bilan kutib olindi. Yana shunday bir nimani ko'rdikki, katta bir ahamiyatini oshganini kengashlarni agar men deputatlik so'rovi kirgizsam bitta muammoni hal qilish uchun ilgari bu ko'rilmay qolib ketgan paytlari bo'lgan. Deputatlar so'rovi kiritadi deputat mahalliy. Agar uni ko'rilmay, uni yechimi topilmay, keyin biz o'sha bizni saylagan saylovchilar oldida beburt bo'lib qolar edik. Hozir shunday bo'ldiki, biz deputatlik so'rovi kiritamiz. U qonuniy bo'lsa, 10 kun ichida agar o'sha so'rov muammosi hal bo'lmasa, buni prokuratura organlari bemalol ko'rib chiqish imkoniyatiga ega. Bizni yana ham imkoniyatlarimizni oshirdi. Muhtaram prezidentimiz aytayaptilarki, jamiyatda ijtimoiy faollikni kuchaytirish kerak. Qachon odamlar ijtimoiy faol bo'ladi? O'z fikri, o'zini aytayotgan dardi tenglansa, o'zi oldiga mahalliy kengashda deputatlar oldiga qo'ygan muammolarni hal qilsa, saylovchilar oldida yuzimiz yorug' bo'ladi va bizni o'zimizni faolligimiz va fuqarolarning faolligi oshadi. Mahalliy kengashlarning demak ularga raisligini alohida faoliyat yuritishi juda katta ahamiyatga ega bo'ldi. Birinchi navbatda kengashlarga katta mas'uliyat yuklaydi bu. Chunki endi kengashlar ularning tizimida mana bir necha yillardan beri kotibiyat xodimlari faoliyat yuritib turibdi. Undan tashqari kengashni samarali faoliyat yuritish uchun bosqichma-bosqich juda ko'p chora-tadbirlar amalga oshirildi va kengash tom ma'nodagi o'zini mana shu mahalliy vakillik organi sifatida o'zini namoyon qilib boryapti. Kengashda demak juda ko'p muhim masalalar ko'riladi. Birinchisi demak shu tuman shaharni yillik byudjeti muhokama etiladi va tasdiqlanadi. Ikkinchi navbatda esa mana shu tuman shaharning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy, ma'rifiy sohalardagi dasturlari muhokama etib tasdiqlanadi va eng muhimi mana shu tasdiqlangan byudjet va dasturlardagi chora-tadbirlarning ijrosi bevosita hokimlar boshchiligidagi hokim o'rinbosarlar, hokimiyatga tegishli bo'lgan davlat organlari, tashkilotlarning rahbarlari bevosita kengashga hisobot berishadi. Kengashga hisobot berishdan oldin bevosita doimiy komissiyalarda muhokama o'tiladi. Va deputatlar bevosita mahalla yettilligi bilan doimiy ravishda aloqa qilish orqali mahalladagi dolzarb bo'lgan, bugungi kunda yonib turgan masalalarni demak mana shu doimiy komissiya yig'ilishlaridagi mansabdor shaxslarning oldiga yoki sessiya kun tartibidagi masala yuzasidan davlat organlarining demak oldiga kun tartibiga qo'yiladi va tegishli demak
kengashni qaror qabul qiladi. Kengashning faoliyatini ta'sirchanligi ko'riladi. Demak, shu orqali mahalliy miqyosdagi muammolarni kengashga olib chiqib, dasturga kiritish, uni budjet mablag'lari bilan ta'minlash va uni esa ijro etuvchi organlar tomonidan hokimlar boshchiligida ijrosini samarali nazorat qilish kengashning eng asosiy vazifasi hisoblanadi. Muhtaram davlat rahbarining xalqga, xalq vakillariga yuborgan murojaatida juda ham bizni e'tiborimizni tortgan jihat bu xalqning turmush farovonligini oshirish, ya'ni kambag'allikdan chiqarish va oldimizga belgilab berilgan 6 ta yo'nalishni bir yo'nalish haqida gapirmoqchiman. Aynan kambag'allikdan chiqarishda, ish bilan ta'minlanishda bugungi kunda mahalla yettiligi va xalq vakillarini o'rni beqiyos. Chunki o'zini o'zi band qilish, tadbirkorlik bilan ishlash, uyma-uy yurish tizimi orqali yoshlarni, xotin-qizlarni, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lganlarni bevosita mana shu mehnatga, jamoatchilik ishlariga yoki o'zini sevgan kasbiga yo'naltirish masalalarida ham xalq vakillarini o'rni beqiyos. Aynan biz borib yurgan okruglarning birida 80 yoshdan oshgan onaxon chiqib aytdilarki, xalq vakilini tashrifi sababli mana biz hozir aytdik, mana shu bizning mahallamizda man 50 yil bo'ldi shu joyga kelin bo'lib tushganimga, sport maydonchasi bo'lmagan, bolalarning o'yingohi bo'lmagan. Biz bolalarimizni boshqa uzoqroq joyga olib borardik. Lekin bizning gapimizni mana shu xalq noiblari, vakillari eshitib, hukumatgacha olib chiqdi va buni natijasida bizda hozir sport maydonchasi ham, bolalarni o'yingohlari ham bor. Mahallalarda bu kabi bo'layotgan ishlarni biz alohida e'tirof etamiz. Aslida bir necha yillarga mo'ljallangan raqamlar aynan 2025-yilning o'zida amalga oshirilgan bo'lsa, 2026-yilda bundan-da yaxshiroq natijalarga erishamiz. Qaysi ma'nodaki islohotlar aynan shunga qarab bormoqda. Albatta, biz oxirgi 9 yilda ko'rib turibmiz, O'zbekiston dunyoda muhtaram prezidentimizning rahnamoliklarida islohotchi davlatga aylandi va shuni aytib o'tish kerakki, mana 2 kun oldingi biz eshitgan murojaatnomamizda O'zbekiston islohotlarni yangi davriga, yangi bosqichiga qadam qo'yganligidan dalolat beradi. Bu endi barcha sohada, o'sha xalqaro maydonda bo'ladimi, ichki siyosatda bo'ladimi, shu bilan bir qatorda mana bugungi bizning yig'ilishimizdan maqsad bu davlat boshqaruvi va shu bilan bir qatorda mahalliy kengashlar masalasi. Yangi davr yangi deputatlik mas'uliyatlarini talab qilyapti, chunki barcha narsa o'zgargandan keyin deputatlarga bo'layotgan talablar ham o'zgargan. Deputatlik bugungi kunga kelib nafaqat sharaf, birinchi navbatda bu katta mas'uliyat. Buni mas'uliyati birinchi navbatda uni aholi bilan bo'lgan muloqotlarida va qolaversa mahalliy kengashni hisobdorligini bo'yicha ta'sirchan nazoratni o'rgatishda, shu bilan bir qatorda hududlarning taraqqiyotiga faol bo'lib ishlashda va mana shu qarorlar qabul qilish jarayonida faol ishtirok etishni talab qiladi. Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, bugungi kundagi kuchli jamiyat bu kuchli kengashni talab qiladi. Kuchli kengash esa mas'uliyatli deputatlardan iborat bo'lishi kerak. Bularning barchasi biz o'ylaymizki, mana shu muhtaram prezidentimiz ilgari surgan yangi islohotlar bosqichida juda bir katta ahamiyatni kasb etadi. Hurmatli ekspertlar, aziz mehmonlar, xush kelibsiz deymiz. Va albatta prezidentimizning har bir chiqishlarida bo'lgani kabi bu murojaatnomada ham faqatgina bitta narsa asosiy urg'u berildi bitta jihatga. Bu ham bo'lsa inson qadrini ulug'lash va xalqni rozi qilish. Mana shu tamoyil asosida boshlangan ishlar hali davom etadi va 2026-yilda biz bundan-da yaxshiroq natijalarni, islohotlar natijasini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Barchangizga yana bir bor rahmat aytamiz. Qadrli teletomoshabinlar, Minbar ko'rsatuvining yana bir soni o'z poyoniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.